tadbir tashkilotchilariga katta rahmat aytardim, chunki bunaqa communitylarni tashkil qilish, bu dasturchilar jamiyatini tashkil qilish bu juda ham katta narsa va buning uchun bu tashkilotchilarga katta rahmat aytaman. Men biroz demak avval auditoriyani o'rganish uchun bir kichikroq apros o'tkazmoqchi edim. Deyarli bu yerda ko'ryapman, juda ko'pchilik bu yerda senior developerlar, lekin kichikroq bir apros o'tkazardik. Demak, o'zimni junior developerman deydiganlar bo'lsa, qo'l ko'tarsa, men bir kichikroq ko'rinishda bilib olamiz-da, shunga qarab turib, ya'ni auditoriya qanaqa qilib muomala qilishni ko'rib olamiz. Sababiki, hozir men kichikroq narsani gapirsam, masalan, senior developerlarga bu zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun kichikroq. Junior developerman deydiganlar bormi? Yo ham, 3 ta, 4 ko'pchilik, middle developerlar. Middle developerlar. Qolganlar senior yo dasturchilikni endi boshlashyaptimi? Tushunarli. Demak, hamma teng kuchli ekan, Bugungi demak dokladimiz API texnologiyalariga bag'ishlangan. Umuman API texnologiyalar, demak, xabaringiz bor, umuman hozirgi kunda qilinayotgan applicationlar, buni aytish mumkinki modern applicationlar hammasi demak API texnologiyalarida qurilyapti. Buni nima afzalliklari bor, nima kamchiliklari bor, qanaqa texnologiyalari bor, ma'lumotlar qanaqa almashinadi, yaqin yarim soat, 1 soat ichida iloji boricha yoritishga harakat qilamiz. Keyin aytib o'tishim kerak, uzr so'rayman, doklad ingliz tilida, men o'zbek tilida doklad ketaveraman, iloji boricha tarjima qilishga harakat qilmadim. Sababiki to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish qiyinroq bo'ladi. API umuman kengaytmasini ko'radigan bo'lsak, Application Programming Interface. Ya'ni bu yerda bir soddaroq qilib, ilmiy tildan uzoqroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, umuman bir biznes logika quriladiki, shu biznes logika, ya'ni Application Programming Interface, bu interfeysdan faqatgina demak dasturchilar va o'sha dasturlar bog'lana oladigan bir interfeys deb tushunishimiz mumkin. Ya'ni bu narsaga bog'lanish uchun o'ziga mos, demak, o'zi yaratilgan hujjatlari, ya'ni documentationlar orqali bog'lanamiz va o'sha bog'langanimizdan keyin biz ma'lumotlarni yozishimiz yoki o'shandan ma'lumotlarni olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsizki, bir qisqacharoq ko'rinishda ko'rsatilgan, demak, bizda backendimizda API odatda backend tomonda ko'targanimizda client device har qanday device bo'lishi mumkin. Ya'ni bu xoh u web application bo'ladimi, Android application bo'ladimi, qanaqadir Telegram bot bo'ladimi yoki bir unknown bilmaydigan device'imiz bo'ladimi, farqi yo'q. Faqat klient tomoni istalgan device bo'lishi mumkin. Faqat o'sha API talab qiladigan texnologiyalar va protokollarni qo'llay olsa va support qila olsa, shu narsani o'zi yetarli bo'ladi. Bunga demak qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, oddiyroq qilib, biz hammamiz har kuni Telegram demak ilovasini ishlatamiz. Telegram ham xuddi shunday demak API based qurilgan, ya'ni API based qurilgan va bunda bilamizki, Telegramda demak web ilovasi mavjud. Demak, desktop ilovasi mavjud. Demak, Androidda ham, iOSda ham ishlay olamiz va shu Telegram API'lardan foydalangan holatda boshqa demak dasturlar ham yaratilgan. Ana Mobogram, bir bolagram, allambalolari chiqib ketgan, o'ziga mos qilib yaratib olgan. Ya'ni bu o'sha demak Durovda yaratgan application serveridan istagan inson foydalanishi mumkin bo'ladi. Biz ana demak markazimizda tashkil qilingan darslar ichida ham Telegramlar bilan ishlaydigan qismida Telegram klientlarni ko'rsatamiz va Telegram klientda o'zingiz demak oddiy konsolda o'zida bemalol o'sha Telegramda bajarish mumkin bo'lgan har qanday amallarni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha xabarlarni yuborish, xabarlarni o'qish, masalan bir nechta demak masalan bayram tabrigini yubormoqchi bo'lsangiz, hamma kontaktingizdagilarga bemalol demak o'sha programma orqali yuborishingiz mumkin bo'ladi. Bu xuddi demak konsolda siz Telegramda API dan foydalangan holatda konsolda o'zingiz programma yaratishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bir qiyosiy tarzda ko'rsatilgan bir oshxona misolida tushuntirgan. Bu yerda biz demak mijoz, ya'ni xo'randa ovqatlangani kelgan bo'lsa, ovqatlanganda kelsa, u men qanaqadir taomni zakaz qilishim mumkin. U taom zakaz qilingandan keyin o'sha oshxonaga demak zakaz kelib tushadi. Agar oshxonada o'sha ovqat bo'ladigan bo'lsa, sizga demak ovqatni olib kelishi mumkin bo'ladi. Bu yerda bir API ni demak qisqacha ko'rinish ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda ham
Agar biz API protokollar haqida ham to'xtalamiz. HTTP protokolda quradigan bo'lsak, hamma biladi, HTTP protokoli oddiy, ya'ni request and response prinsipiga qurilgan. Ya'ni so'rov beramiz va bu so'rovga biz javobni olishimiz mumkin bo'ladi. Shu ko'rinishda, demak, APIlar ishlaydi. Endi APIlarni qanaqa, umuman bu yerda bir qisqacha video ko'rsatilgan ingliz tilida. Ovozi chiqadimikan? Ovozi ham juda shart emas, menimcha. Bu yerda umumiy tushunchalar berilgan. Hozir. Tabii. Ha. Böyle. Ovozini chiqarish imkoni yo'qmi bu yoqda? Mayli, bo'lmasa slayd tashlab beraman, o'shaning ichida bo'laveradi, keyingi slaydga o'tib qolamiz. Xo'p, bu yerda eng ko'p foydalaniladigan bu yerda web servislarni turlari keltirilgan. Bu yerda birinchi ko'rsatilganligi bu yerda SOAP, demak, API turi. Buni tarixi ham ancha avvalga borib taqaladi, sababiki bu yerda o'sha 2000-yillarda web servislar yaratilganda shu texnologiyaga qurilgan edi. Hamma bilsa kerak, o'sha WSDL texnologiyasi, ya'ni XML o'rtasida ma'lumotlar almashardi. Bu birmuncha, demak, interfeysi ham, oradagi ma'lumotlar almashishi, bir so'z bilan aytganda musor almashish ko'proq bo'lgan. Shuning uchun yangi texnologiya qilingan. Hozirgi kunda ayrim davlat organlarida ham, davlat tizimlarida ham o'sha eski SOAP tizimi turibdi. Ya'ni bu ham avval ishlatilgan API'lar turlaridan biri. Keyingisi, demak, JSON RPC. JSON RPC degan buni metodlari boshqacharoq. Asosan bu yerda text ko'rinishdagi, string ko'rinishdagi ma'lumotlar uchun mo'ljallangan. API, ya'ni bu JSON RPC ni qo'llagan. Men sizga bitta firma aytaman, ya'ni PMI ilovasida shu JSON RPC texnologiyasi orqali qurilgan. Bu yerda metodologiyasi shundan iboratki, bitta interfeysda, ya'ni faqatgina metodlar o'zgargan holatda faqat bitta interfeysga murojaat qilinadi. Ya'ni bu yerda berayotgan ma'lumotingizda, demak, o'sha requestni body qismida, ya'ni ketadigan qismida siz qaysi metodga murojaat qilganligingiz va qanaqa ma'lumot yuborganingizga qarab turib, sizga bir xil ko'rinishdagi, demak, bir xil formatdagi informatsiya keladi bu yerda. Hozirgi kunda eng ko'p va ishlatilayotgan, demak, API turlaridan biri bu REST. Ya'ni RESTda bu asosan ko'proq, demak, HTTP, demak, protokolning ustiga qurilgan va bu yerda filosofiyasi ham osonroq tushunishga. Bugun, demak, hozirgi leksiyalarimiz yakunida kod qismida shu RESTga bir misol tariqasida ko'rsatib ketamiz. Umuman graph HQL'da ham, bu yerda ham hozirgi kunda modern applicationlar mana bu narsani ham taklif qilishyapti. Bizada, demak, men o'zimda, demak, amaliyotimdan, o'zimni praktikamdan keltirib chiqadigan bo'lsam, SOAP ham ishlatganmiz o'sha vaqtida, o'sha 2002-yilgacha bo'lgan periodda. JSON RPC ni ham bir ichidagi texnologiyalarni bilish uchun ham ishlatganmiz va eng ko'p hozirgi kunda qilayotgan platformalarimizni asosida asosan REST turibdi. Ya'ni REST based qilib, demak, proyektlarimizni ko'taryapmiz. Keyin jonliroq bo'lish uchun agar o'rtada qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, aytib ketsalaring, imkon qadar, demak, ko'proq informatsiya berishga harakat qilaman. Sababiki ancha yillik tajribadan kelib chiqqan informatsiyalar bor. Masalan, bu yerda hammasini ham yetkazishga anaqa bo'lmasligi mumkin, sharoit bo'lmasligi mumkin. Hop, umuman API deyamiz, o'zi aslida bizga qanaqa maqsadda, nima uchun kerak bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Odatda avvallari, masalan, men real praktikadan aytadigan bo'lsam, bir nechta bazalarni bog'lash uchun biz odatda, demak, o'shalarni sinonim tarzda, demak, relationda sinonim tarzda bog'lardik. Bu bazalar biri qotib qoladigan bo'lsa, ikkinchisini o'sha sinonimlarni ko'rmay qoladi, boshqa muammolar tug'iladi. Ikkita bazani bir-biri bilan gaplashish uchun, ya'ni bir-biriga ma'lumot uzatish uchun ham APIlardan, demak, foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda, demak, faqatgina bu API'da maqsadi faqatgina programming interface bo'lib, klientga berishdan tashqari, ya'ni serverlar ham bir-biri bilan ma'lumot
almashishi mumkin bo'ladi. Umuman boya o'sha fikrimni davom etadigan bo'lsam, hozirgi qurilayotgan hamma applicationlar API qurilyapti. Shu API'larni ortidan kelib chiqadigan muammolar ham yetarli darajada. Sababiki adashmasam 5-6 oy bo'ldi. Facebookda katta mojarolarga sabab bo'lgan narsa ham shu narsa bo'lgan. Sababiki o'sha ma'lumotlarni sizib chiqib ketishiga o'sha API'larga qo'yilgan taqiqlarni to'g'ri qo'yilmaganligini sababida bo'lgan. Ya'ni hamma o'ziga kerakli ma'lumotlarni yig'averganda, keyin uni o'zini maqsadida foydalangan. Xo'p, endi bu yerda API'larda business logic qurishda ham demak agar biz SQL based database ishlatadigan bo'lsak, relation database ishlatadigan bo'lsak, business logic qurish ham juda ham muhim hisoblanadi va shu business logicdan ma'lumotni olib chiqib beradigan texnologiyalar, ya'ni tepada sanab o'tgan texnologiyalarimiz, SOAP texnologiyasi yoki REST texnologiyasi ham muhim hisoblanadi. Men programmistlarni, o'zimizning jamoadagi mutaxassislarni ham tajribadan chiqib aytishimiz mumkinki, dasturchilarni, programmistlarni asosan men o'zim ikkita turga bo'laman. Ya'ni birinchisi mutaxassislar bu texnologiyalarni biladigan mutaxassislar, ya'ni API'larni qo'llay oladi, yangi texnologiya bo'lsa, tezda o'rganib ola oladi. Ikkinchi turdagi mutaxassislar esa business logic, ya'ni biznes protsesslarni quradigan mutaxassislar. Endi aytishingiz mumkin, qaysi mutaxassis ko'proq qadrlanadi? Ya'ni men shuni aytishim kerakki, ikkalasi barobar bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi, demak, business logic yoza olmasa, buni zo'r texnologiyada quring, foydasi yo'q. Lekin business logic yaxshi yozilgan, eskiroq texnologiya bo'lsa ham bu ishlaydi-da baribir. Shuning uchun agar texnologiya ham yangi bo'ladigan bo'lsa va business logikani ham yaxshi qura oladigan mutaxassis bo'lsa, buni bahosi ham qimmat bo'ladi, u qadrlanadi ham. Shuning uchun demak ikkalasi ham umumiy muhim. Agar yana qo'shadigan demak partlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kimdadir fikr bo'lsa. Xo'p, endi API'larda asosiy instrument, asosiy demak documentation bizada documentationlar hal qiladi. Masalan, siz istagan bir servisni ishlatayotgan bo'lsangiz ham, agar o'sha API'da documentation bo'lmasa, unda nima bo'layotganligi, nima ma'lumotni berishingiz kerakligi va nima ma'lumotni olishingiz kerakligini bilmaysiz. Shuning uchun documentation quriladi. Endi dasturlashga endi kirayotganlar bo'lsa, umuman API'larni, documentationlarni ruchnoy tarzda quriladi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa bu o'zini instrumentlari, tullari orqali quriladi. Masalan, kimgadir ma'lumotlarni uzatayotgan bo'lsangiz ham, har bitta o'sha API'ingizda qirilgan kontroller, har bitta servisingizni kimgadir uni tushuntirib chiqishingiz shart emas. Ya'ni siz bitta hujjat yozasiz va o'sha bilan ishlaydigan mutaxassisga bersangiz, o'sha documentationlar orqali, demak, u tushunib ketishi mumkin bo'ladi. Shunaqa instrumentlardan, ya'ni shunaqa toollardan biri Swagger. Swaggerda ham bu o'sha documentationlarni avtomat bajaradigan instrument hisoblanadi va bu yerda o'sha buni o'sha XML based va code based ko'rinishda ham yozishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bizda o'qigan mana Ahror, yana boshqalar bilishadiki, o'sha har bitta servisga yoki bo'lmasa har bitta kontrollerga alohida o'sha o'zini demak annotatsiyalari bor. O'sha annotationlarni qo'shish bilan birgalikda va o'sha qo'shilgan annotationdan demak o'sha siz description yozasiz, ya'ni o'shani izohini yozasiz. O'sha izohga qarab turib, u servisni ishlatgan odam bila oladi. Xo'p, endi biz API'larni demak ko'proq demak HTTP based, ya'ni HTTP protokolga asoslangan va TCP orqali ham qurishimiz mumkin bo'ladi. REST qiladigan bo'lsak, bu demak HTTP protokoli bo'ladi. Bu yerda endi filosofiyasi nimadan iborat? Doska bo'lganda yana ham batafsilroq tushuntirardik. Filosofiyasi qanaqa? Biz hayotda har qanaqa obyekt yoki obyektlar ustida ma'lumot almashamiz. Bu ma'lumotlar esa asosan demak o'sha 4 ta demak funksiyadan iborat bo'ladi. Ya'ni bu o'zimiz tilda aytamiz, CRUD application, CRUD deb aytamiz. Ya'ni birinchisi C dagisi nimada? Create, read, update и delete hisoblanadi. Mana shu narsalar bizda ko'p vaqt olishi mumkin. Endi bu yerda ham o'sha 4 ta amalga mos tarzda HTTP da o'zini demak metodlari bor. Bu metodlar demak birinchisi get metodi. Get metodi demak filosofiyasidan ham ko'rishimiz mumkinki, nomi bilan aytib turibdi, get, ya'ni olish degan ma'no turibdi. Biz o'sha API dan
qanaqadir ma'lumotni olmoqchi bo'lsak, albatta get metodda nima qilishimiz kerak? Yaratishimiz kerak bo'ladi. Endi get metodda yaratganimizda biz shunaqa narsa qilishimiz kerak emaski, agar biz unda qanaqadir amal bajaradigan bo'lsak, amalni o'chiradigan bo'lsak, ya'ni amallarni qanaqadir yaratadigan bo'lsak, get metodda bajarsangiz ham ishlamaydi degani emas, ishlaydi. Lekin bu narsa demak xato hisoblanadi. Dasturchining xato hisoblanadi. Shuning uchun get metodmi albatta serverdan qanaqadir informatsiyani demak tortish uchun ishlatiladi metodda. Keyingi metod demak o'sha obyektlarni yaratayotganimizda post ko'rinishda berishimiz mumkin bo'ladi. Biz HTTP protokoldan bilamizki, o'sha requestni asosan demak umuman ikkita qismi bor, ya'ni head qismi va qaysi qismi? Body qismi bo'ladi. Head qismida asosan biz o'shandagi beriladigan xususiyatlarini berishimiz mumkin bo'ladi. Body qismida esa biz serverga yuboradigan ma'lumotlarni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Demak, head qismida get metodida hech qanaqa body qismi mavjud bo'lmaydi. O'zi bilan aytib turibdiki, get uni olmoqchimiz, qanaqa narsani bermoqchi emasmiz. Agar beradigan bo'lsak ham uni so'roqdan keyin parametr sifatida uzatishimiz mumkin bo'ladi. Hop, keyingi metod demak post metodi. Post metodida biz qanaqadir obyektlarni demak yaratish uchun ko'rsatamiz. Bunda esa demak o'sha body qismida biz ma'lumotlarni uzatishimiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlarni uzatayotganimizda o'sha body qismida o'sha contentni tipiniga bergan holatda biz body qismini bera olamiz. Body qismida o'sha JSON ko'rinishda, XML ko'rinishda, text ko'rinishda yoki file binary ko'rinishda ma'lumotlarni demak uzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz o'sha databaseda umuman yaratilgan obyektni qaysidir bir fieldlarini, ya'ni qaysidir bir maydonlarini almashtirmoqchimiz. Bunda esa albatta demak put metodidan foydalanishimiz talab qiladi. Put metodida esa unda ham albatta body qismi mavjud va o'sha body qismiga bergan ma'lumotimiz yangi ma'lumot hisoblanadi va o'shanga almashtirib chiqadi. Agar biz databasedan ma'lumotlarni o'chirmoqchi bo'lsak, albatta delete metodidan foydalanishimiz zarur bo'ladi. Bu umumiy demak HTTPda qo'llanadigan eng ko'p qo'llanadigan metodlar to'rttaligi. Hop. Endi bizda asosiy texnologiya yaqingacha ham asosiy texnologiyamiz Java demak dasturlashtirildi yozardik va Java dasturlashtirildi bilasizki, eng mashhur framework bu Spring framework. Spring framework'i yashirmayman, O'zbekistonda unaqa qo'llaydigan firmalar ham juda ham ko'p emas. Lekin butun dunyo tajribasini ko'radigan bo'lsak, o'sha Ukrainada ham, Belarusiyada ham, Indiyada ham, Xitoyda ham shu Spring texnologiyalari qo'llanadi. Biza endi kimdirda xafa qilmoqchi emasmanki, ko'proq PHP developerlarimiz ko'proq. Lekin biz yangi texnologiyalarni ham qo'shadigan bo'lsak, bu manfaatliroq bo'lardi. Endi shu bilan birgalikda hozirda biz JavaScriptga asoslangan demak Node.js'da ham demak darslar yo'lga qo'yganmiz. Bunda ham endi JavaScript bo'yicha ham yangi darslar tashkil qilinyapti va yangi sentyabr oyida Python bo'yicha ham Django framework bo'yicha darslar tashkil qilinadi. Ya'ni bizning maqsadimiz xudo xolasa demak o'sha sun'iy intellekt texnologiyalari uchun ham eng zarur bo'layotganligi uchun o'sha Python dasturlashtirilgan, ya'ni frameworklari ko'p bo'lganligi uchun hal qiladi. Ya'ni bu yerda hamma biladiki, dasturlash tili bilan birgalikda uni demak frameworki juda ham muhim hisoblanadi. Chunki dasturlash tili zo'r bo'lgani bilan, masalan, dunyoda eng zo'r dasturlash tillaridan biri C va C++, to'g'rimi? Lekin unga mos biza masalan webda yoki boshqada frameworklar juda ham ko'p emas. Shuning uchun biz C bilan C++ ni ko'p qo'llamasligimiz mumkin. Lekin frameworkga o'sha muhit zo'r bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa dasturlashtirildan foydalanishimiz mumkin. Va bu frameworklardan biri eng populyar deyishimiz mumkin Spring framework. Spring frameworkida ham demak juda ham ko'p modullari bor va bu modullardan biri, ya'ni siz o'sha REST web servislarni, API'larni qurishingiz mumkin bo'ladi va o'sha Spring ichida modullarning ichida bir data nomli data moduli bor. Bu data moduli asosan o'sha NoSQL va SQL databaselar uchun mo'ljallangan modul hisoblanadi. Va bu modulda ichida ham sub modullari yetarli darajada. Shu modullardan biri, ya'ni Spring Data REST. Bu Spring Data RESTda demak buni afzalliklaridan yana biri shundan iboratki, masalan Springda ishlaganlar bo'lsa, alohida kontroller hosil qilishingiz kerak, alohida servis hosil qilishingiz kerak va o'sha servisdan ma'lumotlarni olib turib
demak klientga berishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda esa o'sha repozitoriylar bor, o'sha repozitoriyalarda hamma imkoniyatlarni bajarib beradi. Hop, bu yog'iga endi kichikroq kod ko'rinishida o'tamiz. Agar yana to'ldiradigan savollar bo'lsa, marhamat berishlaringiz mumkin. Aha. Aha. Bitta funksiyasi JSON API da bor, bitta funksiyasi REST API da bor. Ikkalasini ham birga ishlatib qilaman. JSON RPC bilan REST aytyapsiz. Bu narsani bemalol ikkalasini ham birgalikda ishlata olasiz, faqatgina o'sha dependencylar, ya'ni kutubxonalarni qo'sha olsangiz bo'ldi. Lekin men tavsiya qilmasdim bu narsani ikkalasini ham bir vaqtda ishlatishni. Lekin masalan ikkalasini ham demak faqat metodlari, foydalanish metodlari boshqacha xolos. Lekin unda qila olgan narsangiz bunda ham qila olasiz. Unda muammo yo'q bu bo'yicha. Masalan, ikkita qurilma bog'langanda bittasi ma'lumotni o'zgartiradi API orqali, bittasi ma'lumot ko'radi-da. Agar bittasi masalan ma'lumotni o'chirishdan oldin get qo'ygan bo'lsa, masalan ma'lumot maxfiy ma'lumot qo'ygan bo'lsa, ko'ryapmiz, keyin u o'chirib tashlagan bo'lsa ma'lumot, u qolib ketadi ma'lumot. Bu qanaqa xatolik bo'lsa? Qanaqa vaziyat boshqachadan tushuntirib oling. Masalan, sizning xabaringiz bor-da, siz jo'natdingiz kimgadir. Keyin u xabarni odam ochib ko'rdi, getdi. So'rov bilan serverga APIga murojaat qilib ochib ko'rdi. Keyin u odam o'zgaruvchi o'sha ma'lumotni yozgan odam delete qildi, APIda zaprosiyani delete qildi. U odam o'sha get zaprosi orqali olingan ma'lumot qolib ketadi, u o'sha ma'lumot o'ldirmaydi. Yo'q, endi u olganiki, u klientda bo'lgandan keyin o'zinikida, uni nazorat qila olmaysiz. Yo'q, u klient oldimi? Siz masalan YouTube'da bitta video ko'ryapsizmi? Kompyuteringizga tushdimi, u sizniki. Siz device'ingizdagi sizning ma'lumotingiz. Uni o'chirishda siz nima klientni device'idan nimadirni o'chirishga harakat qila olmaysiz-da. Bu bezopasnostga ham unga to'g'ri kelmaydigan narsa. Socketda bo'lsa bo'lishi mumkin. Endi unda oddiy ana uni listener emas-ku, HTTP texnologiyalar, u tinglab turmaydi. Shu yerda yana bitta narsani aytib ketishimiz kerak. HTTP texnologiyalarida qaytayotgan zaprosni, responsni-da bu kodlar orqali keladi. Ya'ni hamma bilsa kerak. 200 bilan bog'liq xato kodlar nimani bildiradi? Okay, ya'ni success. 200 demak success, demak ma'lumotni asosan get bo'lganda keladi. 201 created, ya'ni ma'lumotlarni o'zgartirganda keladi va 300 bilan bog'liq asosan cache bilan bog'liq. 400 lar klientni xatoliklari, ya'ni 401 non authorized, ya'ni nima deydi? Bog'langanda o'shanga bog'lanish huquqi yo'q yoki bo'lmasa 403 forbidden, 404 demak not found. 500 bilan bog'liq xatoliklar esa bu demak serverdagi internal xatoliklar. O'sha 500 dan 501, 502 ular xatoliklar hammasi demak internal xatoliklar. Ya suv bormi? Ha, bor. Issiqroq olgan shunga. API'larda ko'pincha responsda JSON qiymat qaytarish qilinadi. Nimaga aynan JSON? Boshqa formatlar bor, XML, CSV. Bu yerda asosiy narsa masalan XML da keladigan bo'lsa, XML formati bilamizki, masalan, uni xuddi HTML ga o'xshab ochiladi, tek yopiladi, o'shaning orasida informatsiya keladi, to'g'rimi? JSON da esa ma'lum bir
o'sha fildiga ma'lumotlarni kelishi mumkin. Bu yerda ma'lumotlarni hajmi jihatidan ham nima deydi, yutqizishimiz mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchidan keyin o'zida XMLda shu bom ошибкалар bor. Katta ma'lumotlar ko'payib ketganda u narsani biz parse qilish imkoniyatimiz qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun ham demak ko'proq JSON dan foydalanish qulayroq hisoblanadi. Hozirgi qilib kelgan ekansiz savolingizni. CSV dan kichikroq. Endi bu yerda asosiy narsa o'sha tezroq parse qilish imkoniyatida bu yerda. Unda ana faqat vergullar bilan. Bu yerda Wi-Fi bormi yo telefonga bog'lab olish kerakmi? Bor ekan, bu. Kelinglar bir kichikroq ko'rinishda API qilib ko'ramiz. Live qilib yozib ketaveramiz. Menimcha oxirigacha ishlasa kerak, xatolik berib qolmasa kerak. Xo'p. Demak, o'sha IntelliJ IDEAda o'zini Spring Initializer degan boilerplate bor. Tayyor instrumentlar, tayyor narsani generatsiya qilib, proyekt generatsiya qilib tortib keladi bu yerda. Bu yerda demak group umumiy mana bu yerda o'sha proyektimizni nomi keling, nomini API developer deb qo'yaylik. Developer deb qo'sha qolamiz. Bu yerda o'sha Spring'da umumiy eng ko'p qo'llaniladigan modullari ko'rsatilgan. O'sha modullarga qarab turib tanlab proyektni generatsiya qilish mumkin bo'ladi. Demak, birinchi mana bu yerdan tanlaydiganimiz Lombok. Lombok bizda Java dasturlash tilida bilamizki, klass yaratganimizdan keyin unga albatta o'sha fieldlari private bo'ladigan bo'lsa, unga demak getter, setterlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Shu narsalarni annotatsiyalar orqali yechim qilishgan tayyor holatda yechim qilib beradi. Bu yerdan men boyagi aytib o'tgan Spring Data REST demak moduli, REST repository hisoblanadi. O'sha modulni ham bu yerda tanladim. Men bu yerdagi bo'limlarni ham sanab ketadigan bo'lsam, REST repository HAL browser. Biz demak men API'larni test qiladigan bo'lsak, testing tool'lar bor. Masalan, eng ko'p tarqalgani bu Postman, to'g'rimi? Ya'ni Postman orqali biz test qilishimiz mumkin. Springda esa o'zini maxsus modul orqali, ya'ni HAL browser orqali o'sha Postmanda qilish mumkin bo'lgan imkoniyatlarni, demak, kod yordamida interfeys bizga yasab beradi. Bizga template engine'lar kerak emas. Template engine'lardan ham Java'da avval eng ko'p ishlatiladigan JSP bo'lardi. Hozir JSP deyarli ishlatilmay qolgan. Bu yerda o'sha TeamLeaf va boshqa demak template engine'lar bor. Security moduli ham Springda juda ham ko'p qo'llaniladigan, Springda tayyor yechimlari juda ham ko'p. Bu yerdan esa Spring Data demak GPA va PostgreSQL driver. Demak, database ga bog'lanish uchun uni connectionlar bilan birgalikda holatda, demak, database driver kerak bo'ladi. Ancha boshqa modullar hozir bizga zarur emas.
bir genel saqlab olsin, davom etamiz. Hop, umuman Spring Framework'ı hammasi o'sha komponent based qurilgan. Komponentlarni hammasini sken qilish uchun, o'sha papkalardan to'g'ri ko'ra olish uchun hamma annotatsiyalarni bir so'z bilan aytganda otasi o'sha Spring Boot application hisoblanadi. Shu annotatsiyani qo'yganimizdan boshlab o'sha Spring applicationimizni hamma demak konfiguratsiyalari, ko'p konfiguratsiyalari enable bo'ladi, ya'ni yoqiladi. Hop, qanaqa komponentlar bor Springda? Demak, eng ko'p qo'llanadiganimiz o'sha kontrollerlar. Ya'ni o'sha HTTP metoddan kelayotgan o'sha yo'llarni, pezlarni hosil qilishimiz uchun kerak bo'ladigan komponentlar hisoblanadi. Va bizni biznes logikani yozadigan komponentimiz esa bu servis annotatsiyasi hisoblanadi. Ma'lumotlarni bazadan olish uchun, demak, repozitoriy annotatsiyasi yoki konfiguratsiyalar qilish uchun configuration annotatsiyasi, hamma annotatsiyalarni demak yoqish uchun bu annotatsiya kerak bo'ladi. Bu yerda endi men hozir databasega bitta table yarataman-da, o'sha table ustida kerakli amallarni bajarishga harakat qilamiz. Bu yerda asosiy hamma demak propertylar, databasega bo'ladigan propertylar, o'shaning ichidagi modulni propertylari hammasi demak o'sha frameworkdagi application properties degan fayl ichida saqlanadi. Menda tayyor databasega bog'lanish ma'lumotlari bor edi. Shuni o'zgartiraman deb davom etamiz keyin. Hop, bu yerda propertylarda aytib o'tadigan bo'lsam, bu Spring Boot'ning o'sha modullariga tegishli bo'lgan propertylar, ya'ni bu bizning application serverimiz, ko'ryaptimi? Qotib qoldim men. Proyektor qotib qoldi. Nima qilish kerak? Proyektor qotib qoldi. Беспроводныйmi? Yo'q. Hozir davom etamiz. Demak, bu yerda server porti, ya'ni qaysi portda run bo'lishi, demak HTTP protokolda bilamizki, asosiy port 80-port, demak 80-port run bo'lyapti. Bu yerga o'sha data source'ni bog'lanish ma'lumotlari, ya'ni o'sha lokal hostda, o'zimning kompyuterimda, demak databasening nomi codingdb, driver klassim esa o'sha Postgres'ning o'zining driver klassi, bu o'sha username bilan bog'lanish ma'lumotlari. Endi biz kodlarimizni kod force qilib yuklaydigan bo'lsak, biz har qanaqa entity yaratishimiz bilan birgalikda o'zi avtomatik ravishda bu demak tablisalarni hosil qilib ketaveradi. Demak, birinchi bo'lib, demak databasedagi holati, ya'ni entitylarni yaratamiz. Bu yerda ham hammasini alohida package qilib ketishimiz to'g'ri bo'ladi. Shunda demak o'zimiz chalg'ib ketmaymiz. Demak, entity developer. Keling, mana hammamiz programmistmiz, developermiz, bir developer obyektining ustida demak amaliyotlarni bajarib ko'ramiz. Bu yerda birinchi annotatsiyamiz data annotatsiyasi. Demak, Lombokda kutubxonasida olingan. Bu yerda o'sha klassimizning ichidagi biz biladigan o'sha getterlar, setterlar, kelgan toString va hashcode va boshqa metodlarni hammasini o'zi generatsiya qilib beradi. Demak, entity annotatsiyasi esa o'sha databasedagi demak tablisalarni demak klass ko'rinishida ifodalashimiz mumkin bo'ladi.
va bu yerda talab shundan iboratki, har bitta tabletsamizda albatta bitta demak primary key bo'lishi kerak bo'ladi. Primary keyning annotatsiyasi esa ID annotatsiyasi. Bu yerda ID annotatsiyasiga keling, integer ko'rinishda ma'lumotlarni yoza olamiz. Keyingi demak hozir bizning tabletsamizda ID ustuni demak yaratishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi narsamiz demak developerda qaysi fieldini qo'shamiz keyin? Name fieldini. Keyingisi qaysi fieldni qo'shaylik endi? Keling, office'ini qo'sha qolamiz. Private. Keyingi fieldimiz double ko'rinishda price salary'sini qo'sha qolaylik. Keling, mana bu yerda position'ni ham qo'shib ketamiz. Hop, bu yerda demak kolumnalarni yaratib oldik. Demak ID kolumnini, demak name, ya'ni o'sha developerning full name'i bir so'z bilan aytganda, positionni, ya'ni u qanaqa demak lavozimda ishlashi, web developermi, dizaynermi, xuddi shunday. Office qaysidir bir ofisda yoki kompaniyaga tegishli bo'lgan. Company deb qo'yaylik shuni. Company va uni eng qizig'i, hammaga qizig'i oyligi. Hop. Endi bu databaseda biz kodni run qiladigan bo'lsak, mana bu yerda o'zini demak property'si bor. Bu property o'sha Hibernate bilan birgalikda qo'llangan property shundan iboratki, update demak qiymati esa bu narsani demak o'sha entity'mizga agar qanaqadir fieldlar qo'shadigan bo'lsa, o'sha fieldlarni databaseda ham demak yaratib bera oladi. Hop, endi bu tablitsani ustida amallar bajarishimiz uchun men hozir o'sha data restdan foydalangan holatda bitta demak repozitoriy yarataman. Hop, demak buni ham alohida paket ichida yoza qolamiz. Developer repository. Buni interfeys ko'rinishida yaratamiz. Hop, extend qilamiz. GPA repository. Bu yerda GPA repositoryning imkoniyatlari shundan iboratki, bu yerda hozir biz birgina GPA repositoryni extend qilish orqali demak o'sha bemalol o'sha CRUD applicationlarni hammasini yaratib beradi. Ya'ni bu yerda faqat CRUD applicationdan tashqari searchable imkoniyati bo'ladi. Ya'ni qidirishimiz mumkin bo'ladi. Sortable imkoniyati bo'ladi. Ya'ni biz u narsani demak saralashimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda pageable imkoniyati ham bo'ladi. Ya'ni biz uni sahifalash, varaqlashimiz ham mumkin bo'ladi. Va bu yerda qaysi entity'ning ustida amal bajarayotganligimizni ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni bizga o'sha developer entity'sini ustida amal bajaryapmiz va o'sha developer entity'sini asosiy demak primary key'ini tipini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. ID tipini qo'ydik, ID nomini qo'ydik va tipi nima bo'ldi? Integer bo'ldi. Integer qilib yaratdik. Hop, bizda shu amal orqali hozir birgina shu demak birgina entity yaratdik, birgina repository yaratdik. Bizda hozirgi boyaga sanab o'tgan imkoniyatlarning hammasi to'laligicha yaratildi. Hozir endi bu narsani test qilib ko'ramiz. Bu yerda bitta annotatsiya qolibdi. Hozir qo'shib qo'yaylik shuni. Bu yerda o'sha yo'l yaratishimiz uchun yana bitta annotatsiyamiz bor edi. Repository REST resource. Ya'ni bizda o'sha domenimiz lokal host bo'ladigan bo'lsa, lokal hostdan keyin mana bu yerda asosiy base space API bo'lyapti. Xohlasangiz qo'ymasangiz hech qanaqa base space bo'lmaydi. API dan keyin biz qanaqa yo'llar hosil qilishimiz mumkin deganda, API developer yo'lini hosil qilmoqchi bo'lsak, bu yerga biz demak pass qo'shishimiz kerak bo'ladi. Pass deymiz-da. Slash nima deymiz? Developer. Men yozib oldim lekin. Xo'p, va bu yerda endi kelayotgan ma'lumotimizni collectionda
kutib olayotganimizda uni o'sha fieldda qanaqa bo'lishini mana bu yerda collectionda tip resource realni qo'shsak bizada ko'rinadi. Ya'ni list ko'rinishida, ya'ni list nomi bilan o'qib olishimiz mumkin bo'ladi. Menimcha bu proyektimiz yaratildi. Endi Postman orqali bu narsani test qilishimiz mumkin. Xo'p, demak o'sha Postman orqali test qilib ko'ramiz. Demak biz localhost API developer yo'liga demak qaysi usulda get usulida murojaat qilyapmiz. Men uchun stop start qilish kerak. Uni ko'rmadi boyagi birinchi o'zim ko'rdim. Mana ko'rayotgan bo'lsa, mana bu pastda body qismida demak embedded ichida list kelyapti. Listimiz ichida esa pustoy nima turibdi? Array turibdi. Hali demak bu ma'lumotlar bazasida bu narsa mavjud emasligini ko'rsatyapti. Endi biz hozir ma'lumot yozib ko'ramiz. Alohida bitta demak tab ochaman deb bu narsani aytamiz. Demak post usulda body qismiga demak biza raw ko'rinishda va application JSON ko'rinishda ma'lumot beramiz. To'g'ridan to'g'ri o'sha hit qismida ham content tipimiz application JSON bo'lib belgilandi. Endi biz o'sha poliyalarni berib chiqamiz. Keling, birinchi name poliyasini berib qolamiz. Hop, kimni kiritamiz? Ulug'bek. Sizning ma'lumotlaringizni kirita qolamiz. Ulug'bek. Familiyangiz Ro'zimboyev. Keyingi fieldimiz nima edi? Company edi, adashmasam. Company needs NT. Aha. Qadirjon joyi bizda. Xo'p. Position web developer, full stack developer. Hop. Menimcha salary qoldi. Ayting. Bular 10 milliondan kam oylik ishlamaydi. 1 2 3 1 2 3. Menimcha 10 million bo'ldim, 100 million bo'lib ketmadimi ish qilib? Berisham bor buni ham. Demak, bu ma'lumotlarni kiritdik. Endi bu narsani biz ID esa o'zidan o'zi avtomatik ravishda nima qiladi? Inkrement qilish kerak. Lekin inkrement qiladigan qilib yozdikmi, yozmadikmi? Yozishimiz kerak bo'lmasa.
bitta stol sotib olaman. Application start bo'ldi и save ko'ramiz. Xato bermasa ishlaydi. Mana 404 not konflikt berdi. Bu yerda ID poliyasini bermading deyapti. Ya olish kerak bu buni. Tushunmam. IDni o'zimiz shakllantirib ola qolamiz. O'zi generatsiya qilish kerak lekin. Hozir tekshirib ko'ramiz. Bu yerda bunga bermayapti unga. Database bitta kiritilib qoldi. Kod ishlamasa qo'rqib ketish kerak emas faqat. Ha, shu. Unda ana vahima qilish kerak emas demoqchiman. Mana Ro'zimbayev Ulug'bekda ma'lumotlarni yozdi, o'zi bizga demak Hidehouse orqali o'zi bizga yo'l ham hosil qilib berdi. Ya'ni mana bu yo'lga murojaat qilsang, shu ma'lumotni topasan degan ma'noda bu yo'llarni ham hosil qilib berdi. Endi umumiy spiskani ko'radigan ham bo'lsak, o'sha Ulug'bekni ma'lumotlari bu yerda shakllanyapti. Bu yerda shunaqa imkoniyati borki, bu yerda hozir vaqtimiz bo'lganda ko'rishimiz mumkin edi. Bu yerda datarestda projection degan narsa ham bor. Projection deganda men Ulug'bekda demak 1 million 10 million oylik olishga qarab turib, men qo'shimcha yana projectionlar, ya'ni projection degani ko'rsatadigan ma'lumotimiz. Qo'shimcha ma'lumot yozishimiz mumkin. Agar u 8 milliondan ko'proq oladigan bo'lsa, uni boy deb e'lon qilishimiz mumkin, misol uchun qaytadigan ma'lumotlarga qarab. Shunga qarab turib, demak projectionlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agar keyingi yana takliflar bo'ladigan bo'lsa, yana yangi texnologiyalar bo'yicha aniq qilishimiz mumkin. Adashmasam 40 minutga mo'ljallangan edi. Hammaga rahmat. Agar qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Savollar bormi? Aha. Savolim shundan iboratki, masalan, shu paytgacha tajribadan o'tgan texnologiyalarda, masalan, Java'ni ishlatasiz. Qanaqa muhim kamchiliklari bor deb o'ylaysiz? Xatoliklar shu va kamchiliklar Java'da ham yashirmayman, bu yerda o'sha resurs bilan bog'liq masalalar bor, yo'q emas. Resurs, ya'ni ko'p resurs oladigan masalalar bor. Lekin o'sha ayrim imkoniyatlar o'sha resursni ko'proq talab qilishini ham yopib ketadi. Shuning uchun Java'dan foydalanishni hozirgacha afzal ko'ryapmiz. Endi keyingi texnologiyalarimizda o'sha JavaScript yoki Python texnologiyalarini ham qo'llaymiz. Ya'ni men Java'da ko'rgan eng katta narsa shu resurs bilan bog'liq muammo, ya'ni operativkani olishi. Chunki Java bilamizki, ana 1 yillik til emasda, u o'shancha bir 20 yil bo'ldimi? 20 yildan oshiqroq muddatdan beri rivojlanib ketyapti. Shunga uni o'sha kerakli usullari baribir yig'ilgan. Bu narsani inkor etmoqchi emasman, lekin u hali beri masalan dunyodagi eng zo'r tillardan biri bo'lib qoladi. Aha. Aha. Tokenlarda biz o'sha JWT, ya'ni JSON Web Token ishlatamiz. O'sha JSON Web Tokenda o'sha ma'lumotlarni bir marta murojaat qilasiz, ya'ni sign in qilib olasizda, sizga token beradi.
HTTP texnologiyalarida shunaqa narsa borki, siz agar uni faqatgina klient qiladigan bo'lsangiz, o'sha siz kukilar bilan ham yetarli bo'ladi. Kuki demak brauzerda bo'lganligi uchun. Ya'ni sizda unknown device bo'ladigan bo'lsa, unda har doim ham demak web brauzerni qo'llamasligi mumkin. Shuning uchun albatta bu HTTP API larda security'sida tokenlarsiz hal qilib bo'lmaydi bu narsani. Assalomu alaykum. Mana hozir siz API'ni yaratdingiz, delete update hammasini. Bor. Hammasi o'zida bor. Lekin misol uchun shunaqa bizlarda ham nimalar bo'lib qolishi mumkin. Imkoniyat bo'lishi kerak. API'da delete bo'lmasligi kerak, o'chirmasligi kerak. Kimdir misol uchun o'chirishi mumkin. Mana vaziyatlarda qanaqa narsalardan foydalanish kerak? bu mana bunaqa narsa qilamiz dedi. Men hozir kompaniyani sekretini ham ochib qo'yishim kerak. Bizda ikkita yo'nalishda qilamiz. Ruchnoy API yaratadigan bo'lsak, REST ishlatmaymiz. Aniqrog'i, data REST ishlatmaymiz. Agar biz masalan odatda entitylar, ya'ni tablelar ikkita turga bo'linadi. Ya'ni u spravishnik bo'lgan tablelar va spravishnik bo'lmagan tablelar. Hammasi amaliyotda biladi, to'g'rimi? Spravishnik bo'lgan tablelarda asosan o'sha 4 ta amal baribir bajariladi, to'g'rimi? Lekin spravishnik bo'lmagan tablelarda esa biz qanaqadir biznes logikalardan o'tib keyin yozishimiz mumkin bo'ladi. U narsani biz ruchnoy yozamiz. Mana bu spravishniklarga esa bu eng zo'r nima deydi, sample bu narsa. Chunki baribir create drop uchun masalan 50 qator kod yozishingiz kerak emas-da. Shu narsani o'zi yetadi. Endi boyaga savolingizga qaytadigan bo'lsak, buni o'zida shunaqa imkoniyati bor. Mana hozir ham ko'rsatishim mumkin. Mana bu yerda demak control O. Delete xatni ko'ryapsizlar. Mana delete bayaydi. Mana shu narsani tepasiga sabachka exported rest resource resource exported false deb qo'ysangiz tamom. Delete ishlamaydi. Yoki bo'lmasa shu narsani mana bu yerda ana uni yozishni ham olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, delik save qatasini ko'ryapti. Mana bu narsani ustiga hamda qilib yozib qo'ysangiz, mana uje save ham yo'q, create ham yo'q. Shunaqa qilishingiz mumkin. Yana imkoniyatlar, masalan, men developerlarning ichidan search qilmoqchiman. Search qilmoqchi bo'lsam, men bu yerga metod yozaman. Deylik, spiska ko'rinishda qaytsin, this developerlar find all by deylik, name bo'yicha qidiraylik. Name'da masalan containing degani endi bu like ga to'g'ri keladi. Men bu yerda esa paramda bo'ladi. Param masalan string masalan name deydigan bo'lsam, men bergan name qo'shib qo'yishim kerak. Masalan name degan fieldga uje bu kelsa, uje search degan page ham uje avtomatik ravishda yaratiladi. Bu yerda o'zingiz qo'shimcha narsalar yozib ketaverasiz. Ammo bo'lmaydi. Yana qanaqa savollar bor? Bo'ladi, bo'lmaydi degan narsa yo'q. U ham o'sha JSONda asosida qurilgan u ham. JSONni parse qiladigan texnologiyasi. Ya u parse qiladigan texnologiya u narsa, siz aytgan narsa. Faqat parse qilishga metodi bu parse qilishda. Aytgan narsa. Yo'q, tezligi, endi tezlik bo'yicha men unaqa JSONlar parse qilish bo'yicha chuqur ko'rmaganman. Nima deysiz? Valik bilmadim, chuqur ko'rish kerak bo'ladi. Yaklasak bo'ladimi? Katta savol berishdi. Mikroservislar haqida yaxshi yomon tomonlari va O'zbekistondagi ishlatish haqida. Mikroservislarda yaxshi yomon tomonlari deganda nima bilmadim, yomon tomonlarni sanolmasam kerak. Yaxshi tomonlari juda ham ko'p. Hozir bu bo'yicha menimcha hamma informatsiyalar berdik boshida. O'sha ma'lumotlar sizib chiqib ketdi. Masalan, data RESTda quradigan bo'lsangiz, agar siz ma'lumot faqat klient oladigan bo'lsangiz, mana sizni bitta sayt ko'taradigan, platforma ko'taradigan bo'lsangiz, database'dagi hamma ma'lumotlarni agar siz to'g'ri nastroy qilmasangiz, ochib turib hamma narsani olish mumkin bo'ladi. Kamchilik deyishimiz mumkin.
afzallik deb turib biz bitta biznes logika bitta quramizda undan istagan qurilmada istagan device'da o'sha narsani klientini shakllantirishimiz o'zimiz xohlagan ko'rinishda bo'ladi. Manimcha ikkalasiga biz disadvantage advantage'larga bittadan aytadigan bo'lsak shular asosiy narsa. Aha. Hozir mana bu shu IT sohasida data science ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti. Sizga shunday munosabatingiz? Qanaqa muhokamalar masalan aynan ochiqroq Mana shu admin bir soha bo'lib chiqib ketganda har bir o'quv anonslarida misol uchun data science va admin chiqib ketdi. Hozir juda ko'p qiziqish bo'lyapti-da shunga. Kelajagi qanaqa deb o'ylaysiz? Siz o'zingiz shu qanaqa tushuncha bor? Data science. Bu Python o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu yo'lda shu data science ga qarab ketaveradi. bilmayman hozir savolingiz to'g'risida aniq tushunmadim to'g'risi. Kelajagi zo'r deyishdan boshqa nima deyishim mumkin yana? Ha. Aha. O'zbekistonda Ha. ish faoliyati boshqa anaqa edi. Aha. Misol uchun shu data science hozir juda moda bo'lib ketdi dunyoda. Ha, ha. Facebookda ishlatishyapti, Instagramda ishlatishyapti. Shu O'zbekistonda oxirgi holatda qaysi sohalar uchun ta'sir qilsa bo'ladi? Faqat shundan finansiy faqat foyda olsa bo'ladimi? Ha. Yoki birorta biznes jarayonida optimizatsiya qilish mumkinmi shu yordamida? Bunga men to'liq javob bera olmayman hozir. To'liq javob bera olmayman. Xo'p, agar boshqa savollar bo'lmasa, demak ma'ruzani yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Vaqtingizni ajratmang. Kelib, qiziqarli suhbat uchun Rahmat. 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 Kichkina sertifikat. Taklif uchun rahmat. Keyin Mabey Islamiy sovg'a. Rahmat. O'zbekiston nomidan. Rahmat. Endi mana shu hozir auditoriyada qiziqroq tuyulgan, endi hamma savollar ham qiziq. Sizni qo'lingizdan shu Islamiy sovg'asini olishsa, qaysi savol sizga ko'proq? Kimlar savollar? Mana bu ukamiz yaxshiroq savol berdi, chetdagi o'sha ukamiz sizlar. Siz topshirasiz. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Muvaffaqiyat. Rahmat. 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 Uchrashuvlarda kutib qolamiz. Xudo xolasa agar taklif qilsalaringiz, hozir rostdan uchrashuvlarimiz ham ko'p bo'lganligi uchun ko'p ham tayyorgarlik qila olmadik. Bor imkoniyatni ko'rsatishga harakat qildik. Keyingi uchrashuvlarga agar taklif qiladigan bo'lsangiz, yana ham ko'proq informatsiyalar berishga harakat qilamiz. Yana bir bor hammaga katta rahmat. Rahmat. Hozir besh kun tanaffus olaylik, keyingi rektorimiz tayyorlamoqlar uchun hozir kelib, ochiq havoda nafas olib ketamiz. Просто ссылка anaqa bo'ldi.